Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Yaki bugünkü vaziyetimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 2. ayının 24. günü. Haftaga şembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esak yakından bir Ukrayna'nı qollamaslık mesela degan gaplarni qilib keldik o'tirliqqa. O'tirliqda endi bugun oxirgi chekka, ya'ni Ukraynaga Rossiyaning tajovuz qilgani 2 yil to'lganligi munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bayonot e'lon qildi vatandash. Bayonot mana bundaq qisqacha endi sizlarga. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilganiga 2 yil to'shqanda bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukraynani davomli qo'llaydigan irodasini bildirib o'tdi. Mavzuli xabar 2 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 2 ayning 23 kuni bayonot e'lon qilib, bunday ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi 50 davlatdan tashkillangan Ukraynani qo'llash xalqaro ittifoqi yanada va'dasida ching turib, Ukraynaga hal qilg'uch yordam berishni davomlashtirdi. Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilganligini va bu jinoyatni surishtirdi. Demek endi 2 yil to'shqanda Amerika qat'iy niyatga keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari qat'iy niyatga keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga 50 davlat qat'iy niyatga keldi. Endi hisobda bundaq niyatga kelganda endi Rossiyaning taqdiri qanday bo'ladi? 2 kundan beri jang ahvolidan qaraganda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kayfiyati yaxshi emas vatandash. Hozir bir necha aeroplan Rossiyaning nayti dağlıq ko'p xajlab yasab chiqilgan aeroplanlar urib tushirildi. Vladimir Putinning kayfiyati yaxshi emas. Bo'libmi bugun prezident Joe Biden shunday bayonot e'lon qildi. 50 davlat yana davomli qo'llaydigan bo'lsa, demak bu qatam urushda endi Ukraina g'alaba qilish qarab mangadu degan gap vatandashi. Endi yana bir xabar, lekin mavzujuma bu. Nima ishga keldigini men bilmadim. Bu Jungo'ga munosabatlik vatandoshim deydi. Jungo parxoti echinishlik voqea yuz bergandan keyin Jinmin oralida 3 qatim o'tkazilgan suhbatdan natija chiqmadi. Wang Ho'ning qo'l soldi. Oldin ogohlantirish berdi. Qaraganda cho'ng chatoq chiqamdi nima? TBS video film kanali 2 ayning 24 kuni YouTube bu Tayvanning Jinmin xonimning televiziyasi. Demak hozir Jinmin oralig'da parxot voqeasi soqchilarning tekshirgani parxot voqeasi suvga cho'kib ketib 2 nafar jungolik baliqchining o'lganligi. Ondan keyin yana shu Jinmin havo tavalligi jungo aeroplanlaridan uchib kirganligi va bayonotchi Joli Janning tuyuqsiz bayonot e'lon qilib, o'zimizning zimini, o'zimizning vatani bemalol uchimiz deganligi. Bularni sizlarga so'zlab berib bo'ldik, lekin ikki taraf jungo bilan Tayvan o'tirishib mushu masalaga aloqador suhbat qurdi degan xabar kelmagan edi vatandosh. Bugun qaraganda suhbat o'tkazibdi, lekin suhbatdan natija chiqmabdi. Jungo taraf bilan Tayvan taraf Jinmin oralig'idagi yuz bergan parxot voqeasi to'g'risida o'tkazgan suhbatdan natija chiqmabdi. Wang Ho'ning masalan davlat 7 nafar doimiy hay'atning birisi, Jungo davlati markaziy komiteti hech qanday bir natija chiqmabdi suhbatdan. Wang Ho'ning degan so'ziga qaraganda ehtimal ogohlantirish eg'ir
Belki bu eğer agahlandırıştın müşrayında cinmin mavzu aralları da etrafı da yoki Tayvanga münasibetlik bir çoğun çatak çıkamda nime deb savol qo'yibdi vatandoshim. Endi yana Jungoning vaziyati to'g'risi so'zlaymiz. Ichki vaziyati. Bugungi ichki vaziyatni sizlarga bir maqola shaklida tayyorlamadik. Xabar shaklida tayyorlamadik. Mavzuni qo'ydik. Mavzuning mazmuni bilan Jungo'da to'rbatchilar bu mavzuga qanday inkas qaytirdi? Hozir siz bizning inkasimiz mushundaq desak, endi Jungo'da to'rbatchilarning inkasi nima? Jungo'da hozirgi vaziyatga vatandosh. Bunu bugün sizlarga topshiramiz. Hem muhokama hem xabar mavzu degan. Mavzu bundaq vaziyat. Jungo'da vaziyat zo'r ko'lam doirasi kontrollikdan chiqib ketdi. Suv Jungo'da yuqori tuvangacha puruqlab qaynadi. Hanzurchada og'ini sho'y degan ekan. Endi bu puruqlab qaynadi degan Xitoy tilida kayshi bo'ladi vatandosh. Endi biz buni Uyg'ur tilida bundaq tarjima qilmaymiz-da buni. Nima deymiz? Jungo'da vaziyat zo'r ko'lam doirada kontrollikdan chiqib ketdi. Jungo fuqarolari zardago'sh bo'ldi. Yoki Jungo fuqarolari zardago'sh bo'ldi. Jungo'da vaziyat zo'r ko'lamda kontrollikdan chiqib ketdi. Sharq bosh ko'tardi, g'arb cho'kdi. Go'zallik bu tarafda. Bu rais Xi Jinpingning so'zi. Sharq bosh ko'tardi degani bu 2012-2013 yillarda qilgan gapi. Yo'q, 2021-yil kechiringlar. 2021-yil qilgan gapi. Mavo go'zallik bu tarafda degani Chag'an 9-kuni Chag'an harpisida qilgan kuni. Endi bu yerda buning ma'nosi nima bo'ldi desangiz, avvalda so'zlanganda bu to'g'ridan to'g'ri ma'noga ega. Endi bugun Jungo jamiyatida vaziyat mushu darajada keskinlashganda rais Xi Jinpingning bu so'zlariga kinoya. Tashqaridan muomala qilish, kinoya shaklda muomala qilish, tashqaridan sharilash, kinoya shaklda sharilash, mushundaq mavzularga elib naql qilishning o'zimi kinoya shakl. Güzellik bu tarafta. Qani güzellik vaziyatan bundaq bo'lsa, senda güzellikning ma'nosi nimada? Bunga inkas yozgan ikkinchi inkas. Bir tarafda o't kuyib bir tarafda tomosha sol. İnkas üçüncü, Jungo'da maliye iqtisadi gumron bo'ldi. Bu bir ahvol. Xalqaro mablag' solg'uchilar cho'chib ketdi. Kelib ketib turadigan mablag' solg'uchilar. Jungo'ning dollari xatari mablag' fondi asosiy jihatdan tugashdi. Masalan, dollarni tashqi privot saqlash, buni fond qilib saqlash ya davlat xazinasi qilib saqlash, bu orqali dollar orqali renminbi xalq pulining kuchini saqlab qolish, xalq pulining qimmatini saqlab qolish, mushundaq bir fondi endi Jungo'da yoki davlat xazinasi desangiz, hozir bu ish asosidan chiqib ketdi, ya'ni asosidan ayrilib ketdi. Endi xalq puli Jungo'ning renminbi xalq puli mushu vaziyatda, mushu muomalaga nisbatan, iqtisodiy muomalaga nisbatan aytganda bir kun yoki 2 kun bardoshlik bera oladi dedi. Endi bu tasviriy jumla vatandoshim. Bir kun desa bir kun, 2 kun desa 2 kun bo'lib ketmaydi. Lekin pulga Jungo'ning xalq puliga kelayotgan vaziyat og'irligi mana bir kun, 2 kun ichida bardoshlik bera oladi yo'q. Savol qo'yibdi vatandosh. Jungo'ning kelgusi, iqtisodning kelgusi, Jungo iqtisodining kelgusi qorong'ulashdi. İnkas 4. Bu ishlarning hammasi chet el kuchlar bilan paydo qilgan, chet el kuchlari planlab paydo qilgan ofat. Amerikaning Jungo'ni yo'qotish g'arzi hargiz yo'qolmaydi. Bütün dünya balayı afet ichida güzellik bu tarafda inkas. Bu demak Jungo'likning Kompartiyani Xi Jinpingni yaqalaydigan odamning inkasi. Amerika Jungo'ni yo'qotaman deydi, bu niyatda yanmaydi.
Bu balayı afet Cungo'ga kelayotgan balayı afet butunlay chet elliklar keltirib chiqargan balayı afet deyatıdı. Bu belki 5 moçellik partiyanın a'zolaridan birisi bo'lishi kerak vatandaş. İnkas 5. özü tapqan balaga nega bolsun davarga. Özü tapdığı balani nega borasan davaga. Buni rastdan aytibdi bu. Amaliyotda 40 yillik munosabat Amerika Jungo munosabati asosligi iqtisodiy munosabat deyli. İqtisodiy munosabat hamma jarayonlardan xabaringlar bor. İqtisodiy munosabat oxiri kelib tunigan nima deydi? Dunyoga zo'migarlik qilish. Masalan, Jungoliklar deydiki, Amerika dunyoga zo'ravonlik qilyotdi. Bu zo'ravonlikni biz tortib olamiz. Dunyoga Amerika emas, biz zo'ravonlik qilishimiz lozim. Tunigan so'zildi-ku. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean va Sharq Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kritenbrink 3 masala. Jungoni hozir qoldi. Amerika tutayotgan pozitsiyasi nima? Shuni tasvirlab berdi-ku vatandosh. Şunun qarab oturup aşı Jungoni qiyab shu bo'lsa nima edi? O'zing tapqan balani nega borsan da'voga deydi. Jungo mislsiz iqtisodiy kasatchilikka duch keldi. Paychak bozori, uy imorat bozori uzil kesil tugashdi. Her qaysi yerlik hukumat tarmoqlarida amaldorlar va mulozimlar chechilan holat shakllan. Demak, ish oqsidi. Yerlik hokimiyatlarning ish kun tartibi oqsidi. Tartib, intizom chechilib ketdi. Boshda har bir odam o'ziga xos odam, o'ziga xos rahbar, o'ziga xos davlat mulozim. Nima qilish shuni qiladi degan keldi-da, anarxizm. Yerlik hukumatlarda Jungoda shunday bo'ldi dedi. O'tirib burjuaziya Jungodan qaytishga boshladi. Dedik o'tganda Tailand, Singapur qatorliq davlatlar eng muhim Amerika qachish. Jungoda shunday qachish boshlandi. O'tirib burjuaziya pulova sinib tabaqa pulini ko'tarib qaçışga başladı. Qaçdı. Her qandaq bir evliya yoki efendi ya Jungoni hozirgi holatdan qutuldirib qololmaydi. İnkas 6. Rahmat. Ruyanning senin bugün sözlügen sözün bu ne? Başta mavzunu koyduk, yazılgan inkaslar YouTube. Röntgen, bizden obzorçimiz, vatandaş devamlı bunu sözünü elip duruvatımız, Röntgen'nin obzori, bugünkü obzor, şunun yazılgan inkaslar, başta demeptim ben tolukla koyayım. 8. İnkas 8. bu, muşu vaziyet, Jungo yetip kelivatkan muşu vaziyet, bu tarixning muqarrarligidir. İnkas 9. Yangın ölçmeydi, bahar şamili yangını yalqınğa aylandırdı. İnkas 10. Tuyuq yolga kirib qoldi. Endi Jungo nima qila olaydi? Röntgen efendining bugungi mavzusi vaziyat zo'r ko'lamda kontrollikdan chiqib ketdi. Jungo fuqarolari zardigosh bo'ldi. 2. ayning 24. kuni YouTube video film avtori Röntgen. Shu Röntgenning mushu mavzuu, mushu video filmini ko'rib bo'lib, inkas yozuvchilarining inkasini Jungo fuqarolari qaysi holatda sizlarga topshirdik vatandoshlar. Bir xabar. Xi Jinping belki Tayvanga hujum qilish tayyorlik qilyapti. Mavzuli xabar 2. ayning 23. kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Buning asosliq mavzusi nima, mazmun nima desangiz, hozir Jungoda ayni vaqtda Minbin xalq askarlari deydigan bir gap bo'ladigan. Keyin uning ismini o'zgartgan o'xshaydi. Hozir xalq qurolli qismlari deb o'zgartirdim, bu Wang deb. O'xshash Minbin bu mavzuning davridan kelayotgan hozir Rais Xi Jinping Wang xalq qurolli qismlari. Bu qismlar qanday qismlar ekan? Davlat egaligidagi shirkatlar xalq qurolli qismlari qurish ruxsat. Bundaq aytganda sizning bizning tilimizda aytganda askar tashkillashga ruxsat.
Onundaki bunu hususi şirketlerimi, yakki şirketlerimi asker teşkilleşke ruhsat. Nemiş olup gitti vatandaş? Çünkü Kompartiyası işki qalaymakançılıkta tügütüş vaziyetini yaxşılaş yolunu işlemey hazır. Demek halkı kural taqit berip, nemirim bu juvan bu, yani halk kurallı kısımları neme, şahsi şirketlerine qoğduğuç kurallı kısımlar degenlerini qilip berip, bu halkın kurallandığı degen gep vatandaş. Bunun ma'nisi nima? Eğirge toqtaydı qoy bu vatandaşım ey. Saqçıların ayadı qilip, askeri kısımların uyadı qilip, hazır endi halkni biri seliş yoki jamiyatni yoki vaziyatni kontrol qilishning usuli mushi deb qo'yilishing mumkin. Çünkü Kompartiyasi xalq qurolli qismlarini hem yakkilarga hem davlat egiligidagi shirkatlarning qurishiga ruxsat qilish. Agar vaqtani vaqt kelib bo'la, militaristlarga aylanib ketishdi. Vaqtida o'zaro qirg'in boshlanib ketishdi. Demek çünkü Kompartiyasi bunun asasını mı özü tayyorlayapti degan gap. Hazır Qozondan tuvuğunu açalmaydigan bo'ldi. Yana bir xabar, yerlik hukumatlarda gumron bo'lib, dolqin ko'tarildi. 23 kun Vanvit orbiti. Yerlik hukumatlarning qarzdorligi o'qatgan sizlarga yana davomli qarz eliyverish bu mumkinlikmi? Yo'q. Çünkü banka yana davamlı qarz beriyveradigan o qog'oz pulmi emasdi. Ana shunda qarz elishmi yo'q, qarz berishmi yo'q. Qarzdor bo'lib qolgan yerlik hukumatlarda hozir moliya qiyinchiligi. Qarz masalasi qiyinchiligi. O'tgan yildan boshlab bu jiddiy holda o'tirg'i chiqqan masala edi. Endilikda hozir chora yo'q. Qarz qaytarish chora yo'q. Yerlik hükümetler normal hizmetini davamlaştırışga çağrı yok. İdari cemiyet değilgeli yoki hükümet atrafları yoki mulazimleri değilgeli beriladigan maaş yok. Mana bu bugunki çünkü Kompartiyasının yerlik hakimiyetining ahvoli vatandaş. Yana bir xabar nim deymiz? Olamshumul o'zgarish. Çünkü purala kayfiyatiga alaqadar o'zgarish yetib keldi. Mavzuli xabar 2 ayning 23 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Yaqindan biri deydi, tor batirda bir xabar tarqalib ketyapti deydi. Uning mavzusi nima ekan desa, 2024-yili davlatga vatanga qaytamiz, chet ellardagi Cungo'nun sergerdalları yoki demokratları deyilgenler ve yoki Cungo'dan keçip çıkan siyasi faaliyetçiler deyilgenlerinin umumlaştırıp fikrini koygan mavzu, hani şundak mavzu nima deydi? 2024-yili vatanga qaytamiz. Bu sözün başında kuzatganimizda vatandaş tunigun men sizlarga so'zlaylik so'zlar cho'm men jujungning so'zlari. Anadagi O'zjihan nim dedi? 5 ay ichida degan gaplarni qildik. Endi bugun siz 2024-yili vatanga qaytamiz degan bu nuqta bilan tushundingiz bu ishlarni. Bu boshqa ish bo'lib ketdi vatandoshim. Yani nima deb tushundiramiz bundan atakda? Mujni o'zi tushunishdik. Yani nima deb tushundirib mumkin emas endi bu. Tushuntirish mushuk bo'ldi. Çünkü onun hozirgi ahvoli mana shu. Ne bo'lsa tezroq bo'lsin vatandoshim. Allohdan sizga va o'zimizga umr tilaymiz. Uyg'ur xalqiga amonlik tilaymiz vatandoshim. Ko'raylik.